Erkek kishini puli yo'q payt sinov ustiga sinov bo'lar ekanda, qattiq sinalar ekansizda, mana shu ishingiz yurishmayotgan payt bor-ku. Bir kun uyga kelsam qizimni tishi og'rib qolganda, tish doktoriga olib borishim kerak. Lekin pul yo'q-da, cho'nchakda pul yo'q. Tish doktoriga olib bordim, tishini davolatdim. Shu davolayotgan paytida tish doktoriga aytayapman, aka, necha pul bo'ladi, necha pul berishim kerak deyapman-da. Doktor menga qaradi-da. Aka dedi, men sizdan pul so'rayapmanmi deyapti. Yo, pul haqida gapirdimmi deyapti-da. Ya, aka, baribir xizmatingiz bor-ku deyapman. Просто yonimda pulim kamroq edi. Shuni agar oldinroq aytsangiz, men o'z betdan harakat qilib qo'yaman desam, necha pul bor yoningizda dedi. 50 ming pul bor ekan. Böyle 25 ming tashlab keting deyapti-da. Ya aka, dedim, bunaqa pulga ishda olamizlar-ku desam. Ya bizda shunaqa narx-navoda-da ana odam. Xullas, erkakni erkak tushundi-da. Bu odam tushundi meni o'sha yerda vaziyatimni. Aytmoqchiman,